Salom, ilmga ishtiyoqmand tomoshabinlar, Instagramni yozuvchilar va hokazo. Maskaron kuzatuvchilar. Xo'p, sonlar. Nima bu sonlar? Sonlar bu ishlatiladi. Kerakli joyi hammasini o'z-o'rnida bor. Birinchisi, materiallar eng xavfli o'ylaymiz va u sanoq soni hisoblanadi. Fakat sanay oladi. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 qadam birga bir osh bo'ladi. Keyingisi shu butun sonlar degani bor, ya'ni z demaklar, manfiy sonlar va nol va musbat sonlar, ya'ni natural sonlarga qarama-qarshi manfiy, natural sonlar va nolga iborat sonlar butun sonlar hisoblanadi. Xo'p, keyingisi ratsional, ya'ni Q harflar belgilaymiz. Bütün sonlarni, natural sonlarni bo'ladigan son chiqqan sonlarimiz asosan ratsional sonlar deyiladi. Endi bittasini noktasini keltirsa bu ratsional. Mana bu chiziq ratsional bo'ladi, buni ham bo'ladi. Keyingisi irratsional sonlar. I harflar beramiz, katta I harflar. Mana bu ratsional, konvensional yoki shunday sonlarimiz bor. Mana bu eksponentlarimiz bor, o'rganuvchilarimiz bor, o'rganmaslarimiz bor. Bular nima? Bularni kasb qilishni ifodalaymiz. Hisoblasak ham tahlil bo'ladi. Va ildizdan sonlar. Bularni ratsional qilishni ifodalaymiz. Bu sonlarni biz irratsional sonlar. Ya'ni ratsional qilishni ifodalaymiz. Endi qo'shib qo'ydik, irratsional bo'ladi. Va 1 2 3 4ni net taqdirda biz real sonlar, ya'ni haqiqiy sonlar deymiz va hammasi ketadi. Endi bitta nol degan joyimiz bor, ya'ni izosida nisbat x, ya'ni x kvadrat teng nisbat teng bo'ladi. Yechimi yo'q. Yechimi yo'q dedik. Lekin oxirgi 6-son, ya'ni kompleks son, buni tengini yechimga aylantira oladi. X soni bilan y kvadrat ustiga teng. Ya'ni x teng y degan javob bu tenglarning yechimi bo'ladi. Ya'ni hamma sonlar o'z vazifasiga ega va bularning hayotimizda ta'minotda juda ham foydali. Bugungi mavzu shu edi. Like yozing va like.